Assalomu alaykum. Hurmatli vatandoshlar, hamdardlar. Hop, ko'rib turganingizdek, tijorat taklif platformasi bitta qurilmalarni qidiruv bo'limi hamda nechta mahsulot borligi, price yuklamoqchi bo'lsanglar agar import, ya'ni sizda tayyor pricelar bor, o'shalarni to'g'ridan to'g'ri bunaqa qilsangiz bo'ladi. Yuklovsiz bo'ladi. Biz price'li so'mda bo'lsa so'mda yoki dollarda bo'lsa dollarda yoki avtomatik bo'lsalar o'zi valyutaga hisoblab, kursilarga qarab turib ba'ziga import qilib oladi. Qatorlar bo'lsa mayli, ko'p chiqsa bo'ladi. Xullas, yo'riqnomasi ham bor import qilish mumkin. Albatta narxlar va to'g'ri tanlangan bo'lishi kerak. Rus tilidami, o'zbek tilidami, ingliz tilidami farqi qaysi tilda bo'lmasa, narx bo'lsa, sena bo'lsa narxga yozilgan bo'ladi. So'mda bo'lsa so'mda, dollarda bo'lsa dollarda ko'rsatib ketilgan bo'lishi kerak. Hop, endi to'g'ridan to'g'ri mahsulotni import qilsa bo'ladi. Misol uchun o'zlari import qilingan, o'sha import qilingan mahsulot mana KSSdan olganman, Daryandan. KSSdan 1300 ta mahsulot, Daryandan 650 ta mahsulot, price bor. Bu adashmasam Smart IT sitoy qurilmalari va boshqa bo'lsa, demak bitta mahsulot o'zim qo'shganman. Yangilab olsangiz bo'ladi, yangilash to'g'ridan to'g'ri KSS o'zini yangilab olsangiz, misol uchun rabочий stolda KSS anaqasi bor, yangilangan price bor. Price KSS Demek katalog o'tish bo'lsa, mana o'sha yangilandi 1709 ta jami, hozir 1500 dedi, ya'ni 2 ta mahsulot qo'shildi. Hammasi shu yerda. Katalog o'tamiz. Katalog o'zbek yoki rus tilida bo'lsa bo'ladi. Kimga qanaqa mahsulot qo'shish, misol uchun mahsulot qo'shdilar, xohlagan mahsulotni qo'shdilar. Masalan, Fija, xullas mana bu yerda har xil nimalar bor. Brendlar bor. Kamera, tarmoq qurilmalarimi, DVR bor, Control Rus bor, xullas hammasi shu yerda. Va agar bu yerdan topa olmasalar, shunchaki aksessuar qilib tanlab qo'shib ketsalar bo'ladi, boshqa mahsulot bo'ladigan bo'lsa. Hop, narxini xohlasalar so'mda, xohlasalar dollarda qo'ysalar bo'ladi. Narxni yozasizlar. Bitta agar so'm bo'lgan bo'lsa, mana senada so'm vaqtda 280 ming mana. Srazu kursga ko'ra chiqarib berdi. Hop. Qurilmani nom yozilishi hamda texnik xususiyatlari obyazatsiyalar yozib qo'yilgan bitta, hamda rasmini, qurilmani rasmini kiritvorasizlar yoki o'rinlar izolajini to'g'ridan to'g'ri fayllarni, ya'ni linkini kiritib qo'ysanglar o'zi tovar topib qoladi. Hop, saqlash yoki nimaga saqlash va tijorat taklifga qo'shish bosiladi. Plus mahsulot qo'shib o'zingizga mana shu bazalarga kiritib olsangiz bo'ladi. Bo'lmasa barcha mahsulotlar mana shu yerda, hamma mahsulotlar shu yerda. Pichirlashtirsalar bo'ladi. Hop, 124 rasm bilan chiqibdi, mana rasmi. 84 dollar ekan. Olsangiz, 84 dollar saqlash qilib qo'ysangiz, bu sizlarda saqlanadi Daryoning mahsulot sizlarning bazalar bu. Mana so'mni o'g'irsa agar shunaqa bo'ladi. QQS bilan agar 94 dollar 94 ko'paytiramiz, 13 ming. QQS bilan noto'g'ri ko'rsatdi, buni ham to'g'rilab qo'yaman. Hop, mayli, umuman. Hamda bu qurilmani o'zgartirib olsa bo'ladi.
kirish nazorati. Domofon ham bo'lishi kerak edi. Mana to'g'ri ekan. Tahrirlash, o'zgartirish, izminit. Rus taraf izminit, ingliz taraf edit. Rus tilida tasnif rus tilida qo'shganmiz, o'shaning uchun rus tilida chiqaveryapti. Hammasi tayyor, o'chirib qo'yib yoki yengilroq qo'shtirgan bo'ladi. Endi mana tijorat taklifi qo'shdik deylik buni. Tijorat taklifi turibdi. So'msiz olaylik kerak. Hamda QQS belgilangan mana. QQS bilan 1.284 ming, ya'ni 15% qo'shilsa, 12% qo'shilsa, chegirma qilmoqchi bo'lsanglar, hamma mahsulotlarni birdaniga chegirma qilsanglar bo'ladi. Keling, model tanlaylik, 63 20 monitor tanlaylik. Bu Daryandan ekan, arzonroq ekan. Mana yerda KSSda qattiq arzonroq tejash mumkin, yozib qo'ygan mana. Arzonroq beroqdan qo'yilgan. Hop. 63 20 602 dan sonra rasman noto'g'ri ketib qolgan Daryanda ma'lum ham to'g'riq qo'ysa bo'ladi. Ham Daryan beryapti, ham Daryan beryapti. VC bu Wi-Fi'li, bu L. Ya'ni internetga chiqmaydigan variant. Hop. Narxi 79 dollar. Saqlaylik. Tijorat taklifga qo'shish. Buni analizlar qiladi. Masalan, mana rasm kiritilmagan. Shuni rasmni mana kiritish o'rgataman hozir. Sayt chiqib qo'yib. Hop, ana yana saqlaylik. Mana bu sal bo'lsa sifatli bo'lsin. Screenshot qilib kopirovat qilaman ba'zida. Hamda tahrirlashga просто Ctrl V bosdim, rasm tayyor. O'zgartirishni saqlash bo'ldi. Bu qo'shildi, saqlash. Taklifga qo'shdim. Endi nima kerak bo'ladi? Gibki переход kerak bo'ladi, domofonlash. Gibki переход. Mana gibki переход har xil cho'rni qottasi bor. Gibki переходda boshqa qorasi bor, PSS bor. Sistem arzonlama. Ben xuddi shunaqa rasmini olib hop mana shunda qanaqasi ekan qorasi ekanmi arzon sariq oqa Böyle vaziyette tahrirlash bosib faqat holi uzr. Mana rasm tayyor. Kompüter fotoğraf huzurlu. Hop. Malakenizi yutamiz. Tijorat taklifida 3 ta mahsulotimiz qo'shildi. Mana kendi kabellarni qo'shib olamiz. FTP kabel 5-chi kategoriya olaylik. Qo'shdik. Bizning hovlimizda misol uchun 2 ta darvozamiz bor. Hamda 3
3tacha monitor qo'yadigan joyimiz bo'lishi mumkin. 3ta deylik. Xususiyatini olsangiz yozib ketsanglar bo'ladi. Ya'ni qatga misol uchun bittasi oshxonaga, bittasi yo'lakka va oxirgisi darvozaxonaga. Hop, endi zamokdan ham xuddi shunaqa ikkita bo'ladi. Soni ikkita va kabel bir vaqtda ketib qolishi mumkin. Hop. Chegirma bermoqchi bo'lsak agar necha foiz chegirmani yozib ketamiz. Misol uchun chegirma mijozga bo'ladi. Agar yo'q mijoz B2B shaklda olmoqchi bo'ladi desanglar, QQS bilan qo'yasizlar. So'ng umumiy qo'shimcha agar qo'shmoqchi bo'lsanglar, kompyuterni, shitni ba'ziga qo'shilmaydi, qo'lni qo'shib qo'ysanglar bo'ladi. Endi qo'lni qo'shish mahsulotini o'zbeklarda tushunadigan bo'lsa, uni qo'yadi. Добавить вручную. Montaj uslugi. Montaj telefoni bo'ladi. Nechta bo'ladi? Значит, ikkita xizmat bo'ladi. Necha puldan o'rnatasiz? Deylik $100 o'rnatasiz. Bunga necha foiz chegirma qilib berasiz? Bu chegirma foizi agar NDS bo'ladimi, qo'shib qo'yasizlar. Hop. Yana nima montaj qilmoqchi bo'lsangiz yoki shunchaki qo'lga qo'shib qo'yib, xizmat nomini nima deyiladi? Usluga подключение телефона. Hop, necha pul yig'amiz? $25 deydi, bitta dona. Plus umumiy summa 11 million. Shuni dollarga agar o'rta qoladigan bo'lsa agar endi hisoblashamiz. 3.8. Agar NDS qo'shib qo'yadigan bo'lsanglar, agar NDS narxlagan tasarrufot ko'rsalam, agar $880 qaytarsangiz $994 mana kelib chiqishi mumkin. Hop, NDS yo'q, chegirma ham yo'q, endi kimlar beradi bilmayman. Fermerlar, sizning kompaniyangiz qayerda joylashgansiz, telefon raqamingiz berasiz. Va mijozingizni qayerda joylashuvi, qayerda obyektda, ya'ni misol uchun Yunusobod Mega Planet bosib qo'yiladi. Hamda mijozingizni telefon raqami deylik 94li 699li 515 2519 deylik. Hop, nechinchi sanada berasizlar? Birinchi sanada beryapman. Hop. Agar bu taklif bo'lmoqchi bo'lsanglar, PDF formatga olingan varianti bu. Rasmi, qurilmani nomi, kontrol listi, mana buniki to'g'ridan-to'g'ri 3ta o'rnatiladigan joyi o'z qo'ydik, boyga narxlar, naqdga agar so'mga o'radigan bo'lsa, mana shuncha so'mga bo'ladi. Bir yil faqat qurilmani o'ziga bir yil kafolat. Bu taklif nimasi? Bir oy davomida destit qiladi biz. Oxirida pechatlari bilan tijorat taklif berasiz. Saqlanib qilsanglar agar mabodo bu sizda bazangizda turadi. Saqlanib Excelga olsangiz bo'ladi, Telegramdan yozsangiz bo'ladi. Yo pochtasidan yo nomerini o'sha yerga kiritib to'g'ri WhatsApp yoki Telegram qilsanglar bo'ladi. Hop. Endi profilga o'tganingizda istoriya предложение bor. Hozirgi предложение narxi, summasi. Mabodo agar sizdan bu chiqib ketib qoladi, keyinchalik agar misol uchun
emas. Keyinchalik yana ko'raman desalar, abdamsan ko'raman. Ilojim yo'q. HDD'ni ham hisobga olsangiz bo'ladi, to'g'ridan-to'g'ri. Yo'q, mana hech narsa. Bombosh. История предложения. Загрузить или редактировать постей. Предложение tayyor bo'ldi. Xizmatlari bilan ko'rdilar. Xuddi o'sha summa. HDD'ga o'tkazilsa, xuddi o'sha summa. Ish haqi mana shuncha bo'lyapti. Bo'lsa bo'ladi. Pechatga o'tib yo to'g'ridan-to'g'ri nimaga chop etishga bersalar bo'ladi yoki saqlaydi, ya'ni PDF formatda ko'chirib olsalar bo'ladi. Mana shu variantda bo'ladi. Kimga yo'qotdi, kimga yo'qotdi. Hop, qurilmalar modeli rasmi bilan so'z nechta sog'lom hammasigacha turibdi. Yana bitta zo'r tomoni bor, mana HD va yo'lda mahsulot qo'shayotganligi, darajada qo'shayotganligi, so'm dona, samarez ko'rib yoki benzin orqaga ketib qolganligida yo'lga misol uchun to'plam, ya'ni bir buxta kabel bo'lib qolishi mumkin yoki bir buxta pitaniya kabel bo'lib qolishi mumkin. Kvadrat metri, kubi, jufti hamda upakovka variantida o'sha narsa kiritib qo'yilgan. Plus profillarida o'zingizga kerak bo'lgan analitikalarni ko'rib olsalar bo'ladi. Nechtasi sotildi, nechtasi jarayonda, nechtasi sotilmadi, nechtasi chirildi. Xullas, bu yerda hammasi analitika variantida turibdi. E'lonlar bilan joylanma faqat. Zaпрос tovarov. Misol uchun nimadir so'ramoqchisiz. Umumiy savdogarlarga so'ramoqchisiz bo'ladi. Menga mana shuncha qurilmadan mana shuncha kerak. Kimda bor? Yo'qsa, savdogarlar sizlarga mana shuncha taklifini berishadi. Mana shuncha shunaqa bor. Chat bo'lagan ishga tushgan, o'sha bemalol bir-birlar bilan suhbatlashishsa bo'ladi. Umumiy foydalanuvchilar hamda chat bo'ladi. Bo'ldi, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarim shu edi. Salomat bo'linglar. Albatta bu manfaatli bo'ladigan umiddaman. Bu taklif platformasi.